Bu qorin to'ralik har bir odamda bo'ladi bu narsa. Ошондо бул карын жиндер төрөлгөндө эле болуп, биз менен кошуп төрөлөбү? Turalganda har bir odamda shu narsa bo'ladi, yoshligidan. Har bir odamda bo'ladi, o'lguncha. O'layotgan mahalda ular chiqib ketadi odamdan. O'lim daqiqalarida Allohning izni bilan ular chiqadi. Bular o'lmaydi. Алыс жолдо калып калса, бир жардамга муктаж болуп калган учур болуп калса, ошол учурда эй мусулман жиндер бизге жардам берип койгула, же болбосо мага жардам бергиле десе, жардам берет деген эмелерде айтылган сабактарда болгон эле да. Ошонго кандай дейсиз? Элдин арасында дагы бир сөз бар, кечинде иш кылба. Иштин мезгили эмес. Балдарыңарды шамдан кийин көчөгө чыгарбагыла деп. Ошонун канчалык деңгээлде эмнеси бизге хикматтары бар, башкалары бар. Buni u aytilgan gaplarning hikmati haqiqatda bir havoda olingan gap emas ular. Asli tagi bor bu narsalarda. Lekin shu gaplarga amal qilgan odam inshaalloh foyda topadi. Jinlar asosan asardan keyin ko'proq shomdan keyin qo'ziydi bular. To'zishadi, turishadi bir gap aytganda. Алар күндүз анда уктайт экен анда. Kunduzi ko'p holatda uyquda bo'lishadi. Kunduzi uyquda bo'ladi. Ошон үчүн кечинде көбүнчө бузукулук кечинде болот экен да. Kechinda bo'ladi. Bularda hayoti hali bizda buzg'unchi odamlar ham kechinda ish qilganligi uchun bular ham asosan jinlar yer yuzida buzg'unchilikdan. Shuning uchun bular kechinda shu odamlar uxlagan mahalda eng birinchi qiladigan narsa misol uyqu Alloh bergan ne'mat. Allohning katta ne'mati. Uyquni buzishga harakat qiladi. Keyin kechinlarda yurib shu odamlarga ziyoni ko'p bo'lganligi uchun o'sha shomdan keyin chiqma, bo'lmasa masalan shomdan keyin imkon qadar bolalarni olib uyga olib kelib qo'yishligi. Chunki u bolalarda masalan o'zi xohlagan mahalda bir-ikki bo'shanib qo'yishi mumkin. Endi u ahli yetmaydi ular bu narsaga. Bo'lmasam o'ynab tosh otishi mumkin. Bo'lmasam burchaklarga jin turgan yerga borib turib olishi mumkin. Masalan aql bor odam yoki borib turmaydi, yosh bolada aqli yo'q. Ashaqa holatlarda hali bolalarda jiddiy aqli ketib qolishligi, keyin qattiq qo'rquvlar, hattoki badanlarda ba'zi a'zolarda sariq, ko'zlarda sariq paydo bo'lib qolishligi, ko'p holatlarda siga bo'lib qoladi bolalar. Mana holatlar bo'lib qolishligi Aşı keçinde oynaganlik sabab. Анда кечинде мындай сигек болгондор, кечинде зарга ушатып койгондор, анда ошо жин тийип койгондон болуп калабы анда? Jin tiyip olganlar ham keyin ko'proq bular qattiq ko'zlangan, qattiq ko'z tiyib ketsa. Bolaga o'ta qattiq suqlanib ketadi. Allohning ismisiz, zikrsiz maqtab patdi. Buncha ham chiroyli, qanday ham yaxshi ovqat yedi deydi o'zi. Aslida mashalloh qanday ham yaxshi desa, u bolaga jin ko'z tegmaydi. Qattiq ko'z tegadigan bo'lsa, hattoki bolaning rangi o'zgarib ham ketadi va ana shu bolaning siga bo'lib qolishiga sabab bo'lib qoladi shu narsa. Эми ошондо бир баланы жакшы көрүп, жаш балдар барлыгы сүйкүмдүү болот го. Жакшы көрүп, эмне кылганда, бетинен өпкөндөн башкаганда машалла деш керек экен да. Albatta. Машалла. Shu borada olimlarimiz aytadi, agar bir odamni deydi, sizni ajablantirgan narsa, yosh bo'lsin yoki katta bir odam bo'lsin, mashalloh, tabarakalloh deb shu odam maqtanadigan bo'lsa, siz Alloh uchun ashi birodaringizni ruqya qilibsiz deydi. Alloh uchun siz shu birodar ruqya qilibsiz deydi. Agar sizni ajablantirgan narsasi, masalan, qo'li chiroyli bo'lishi mumkin, badani chiroyli, bo'lmasam masalan, xatti harakati, xulq chiroyli bo'lishi mumkin. Agar shunga siz mashalloh yoki tabarakalloh deb maqtamaydigan bo'lsangiz, gapirmaydigan bo'lsangiz, Rasululloh aytadi, sen do'stingni o'ldirmoqchimisan deganda. Qarang, qanaqa yomon narsa bu. Bizda bu narsa oddiy bo'lib qolganda, hali Allohning ismisiz yo'q. Jo'la gap bu ko'z eng yomon narsa. Rasululloh aytadi, odamni qabrga tiqadigan, tuyani qozonga soladigan narsa ko'z bo'ladi degan. Masalan, bir odam qo'shnisini olib kelib qo'yini ko'rsatib o'tib ketdi. Hali qo'y hech qancha o'tmasdan sholib qoldi. Bo'lmasam bo'kib qoldi. Bu o'ldi u narsa. Bo'lmasa molini olib kelib ko'rsatdi, mana men bukam dedi. Hali buqa yem yemay qo'ydi. Nima deyki, buqa zo'r ekan dedi. Hali yetdi. Ashunda Allohning iznidan shu odamdan ko'z yetadi. Bu ko'z til bilan yetadi. Buni bajaradigan narsa jin bo'ladi. Jin shu narsaga yetadi. Ошондо кандай бул көз деген ар бир адамда көз болобу? Же анда өзүнчө бир өзгөчө адамдарда көз тийип болобу? Bu ko'z, siz hozir yaxshi savol berdingiz. Har bir odamniki emas, bunda odam shu anaqani halokatga uchratib, ontarib yoki bir yalqi sindirib oladigan narsa
bu hasad bilan bo'ladigan ko'z. Hasad bilan bo'ladigan ko'z bu odamni halokatga uchratadi. Endi havas bilan bo'ladigan ko'z bu odamga ziyon yetkazadi. Misol uchun bosh og'riq, ishda sustlashlik, jamoatda uzilib qolishlik, ishtahasi bo'lmay qolishlik, bu havas bilan, nimcha ham yaxshi deb yaxshi ko'rib havas qilib aytadi. Lekin shunda Allohning ismi bo'lmaganligi uchun u ko'z u odamni ontarib qo'yadigan darajada tegmaydi. Agar hasad qilib, shu narsadan, shu odamdan shu narsa ketishlik uchun hali odam hasad bilan shu narsani gapirib, ko'zima tiklanadigan bo'lsa, unda u narsani halokatga olib borishi mumkin. Ошондо бардык адам эле хасатты көзү менен караса, анын көзү тийип калышы мүмкүнбү ошондо? Mumkin. Hasad bilan qarasa, uni ko'zi tegib qolishi mumkin. Атайын бир адамдарда болушу шарт эмес экен анда. Yo'q. Unda bizda anaqa deb berdi, moni ko'zi bor, oni ko'zi bor deb berdi. O'zi asli har bir odamda bo'ladi. Endi ularni nisbatan aytganda hasadi boshqa odamlarga qaraganda kuchliroq bo'ladi. Ошондо бул көзү менен, ошол хасат көзү менен караса, ага барган көз барып, көзүнүн өзүнчө бир энергиясы барып тиеби, же кандай? Бул жин барып тиеби, же адамдагы жин барып тиеби, кандай? Bunda odamdagi emas. Jinlar bizdan ancha yil avval yaratilgan. Biz atrofimizda jinlar ko'p bo'ladi. Shu Allohning ismisiz so'z chiqqanda, hasad bilan, anaqa bilan so'z chiqqanda, shu Allohning ismisiz so'z bilan shu jin shu narsaga bor yetadi. Jin yetadi bunda. Odamning ko'zi ham emas yoki bir nur ham emas. Uni bajaradigan narsa faqat jin, jindan boshqa narsa emas. Jin bajaradi buni. Атайын өзүнчө ошолорго эме болгон жиндер бар экен анда. Jinlar bor. Специальный жиндер. Atay shu odamlarni shu atrofida yuradi. Allohning ismisizki shu narsa chiqsa, bir maqtov so'z chiqadigan bo'lsa, bor shu odamga tegadi. Keyin u odamdan misol qanday ketkiziladi? Ko'zmi, hasadmi, sehrmi, oshiqmi, qasdlashganmi, qanday bilish mumkin deganda, misol bir odam o'qildi, ruqya qilindi, ruqya qilingan mahalda ko'z tekkan odamni shakli shu odamni miyasida turadi. Misol ko'zni yumganda masalan qo'shnisi yuziga kelaveradi. Shu qo'shnisini ko'zi tekkan bo'ladi. Agar shu mahalda bilinmasa, uyga borganda ko'radi. Bo'lmasa ismi esiga keladi, ismi. O'qiyotganda bir odam masalan Doston deb ismiga kelaveradi. Bo'lmasa Sherzod, Dilshod degan ismiga kelaveradi. Shu odamni ko'zi tekkan bo'ladi. Bu odam ko'zi tekkan qanday? Rasululloh ashuni sakkiz suvni olinglar degan. Bir odam mashinga bet qo'li yuvib beradi deydi. Bet qo'li yuvib beradi, hali odam tag'araga keyin kelib turib, haligi ichkiziladida, keyin boshini olib cho'miltiradi. Haligi qiynayotgan jin, ko'z bilan yetgan jin haligi odamdan ketadi. Agar u odam bo'lmaydigan bo'lsa, yana keyin agar olimlarimiz aytadi, agar u odam bu yurtda emas, lekin ashindan ko'z tekkanligi aniq. Nima qilinadi deganda, ashi ushagan eshik ruchkasi bo'ladi. Ashi ushagan pichoqni sopi bo'ladi. Ashunda suvni chayib ashin narsani, ash odamga ichkizadigan yoki ustidan qo'yadigan bo'lsa, haligidan ko'z ketadi. Nimaga deganda, eng kuchli hid biladigan, misol bizda it deyiladigan bo'lsa, jinlarni hid bilishlik itdan ham kuchli bo'ladi. Juda kuchli bo'ladi. Ruchkani nechta odam ushaydi kuniga? Masalan 100 ta ko'p odam ushaydi. Lekin ashilarni ushaganining ichidan ham bu jinlar ashi sohibi ko'z tekkan odamni hidini ajratib oladi. Hidi topilganligi uchun Allohning o'zi bilan shu narsa sunnatga muvofiq bajarilganligi uchun har odamdagi ko'z jin ketadi. Agar bo'lmasa shuni qilish kerak. Agar unisi ham ana bo'lmaydigan bo'lsa, o'zining ko'z oyatlari bor, xossatan ruqyada ko'z sohasi bor. Ko'z, hasad shular o'qiladi, shu sabab Allohning o'zi bilan ketadi inshaalloh. Maşallah. Misal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytqanга, har bir odamda jin bor depchi. Ошол har bir odamda jin bo'lishtuğunun qanday hikmatlari bor? Oysha onamiz payg'ambarimizni men topa olmay qoldim. Rasululloh men bilan birga yotgan edi deydi. Hadisda keladi. Ya'ni Rasululloh bilan Oysha onamiz yotgan edi. Oysha onamiz turganda Rasululloh yo'q oldida. Qarasa, endi uyi ham biz singari xonada bo'lmagan, kichkina bitta xonada yashagan. Rasululloh sajda qilib turgan bo'ladi. Keyin Oysha onamiz Rasulullohning oldiga borib qaraydi, qarab turadi. Oysha onamiz aytadi, payg'ambarimiz sajdada turganda oyoqlari deydi, oyog'ini uchi qiblaga qaratib, oyog'ini kafti bilan tovonni yopishib turgan edi deydi. Namozning odob sunnatlaridan bittasi, uni kelib qoldi aytibamiz. Sajda qilgan mahalda oyog'imizni kafti bilan tovonimizni bir-biriga yopishtirib,
va uchini qiblaga qarab turishimiz sunnat. Rasululloh shunday Butlar birikib turish kerak ekan sajdada. turish kerak, ha. Rasulullohning shunday turganini topdim deyapti. Ya'ni Rasululloh sajdadan turadi, duolarni o'qib namozni tugatadi. Ey Oysha, sizni shaytoningiz qo'zib oldim degan ma'noda gap gapiradi. Sizni shayton ushadimi deydi. Siz shaytoningiz qo'zib shaytonlik qilyapsizmi deganda Oysha onamiz ey Rasululloh, sizni ham shaytoningiz bormi deydi. Savolga savoldan javob qaytaradi. Yana Rasululloh aytadi, har bir odam bolasini har bir odam bolasi shayton bo'ladi deydi. Deganda Oysha onamiz ey Rasululloh, sizni ham shaytoningiz bormi unda deganda meni ham shaytonim bor deydi. Faqat meni shaytonimni ustida Alloh taolo menga yordam berdi va shaytonim islomni qabul qildi deydi. Boshqa rivoyatlarda meni yaxshilikka undaydi deydi. Bu bilan har bir odamda bu shayton, ya'ni shayton jin deyiladi. Jin ham shayton ham ikkalasi bir jinsdan bo'ladi. Har bir odamda jin bo'ladi. Bu jinlar qorin deyiladi. Qorin degani do'st, rafiq, doimiy, hech qachon ajramaydigan jin degan. Hech qachon ajramaydi. Mana shunday bu jinlar bo'ladi. Bu odamda bu jinlar bo'lgandan keyin bu jinlarning qiladigan vazifasi faqat odamni gunohga, ma'siyatga undaydi. Vasvasaga birinchi. Yaxshilikqa undayotganda. Hech ham yaxshilikka undamaydi. Vasvasaga, noumidlikka, umidsizlikka undaydi. Vasvasaga, umidsizlikka va gunoh, ma'siyatga undaydi. Xuddi odam bolasida qonsiz odam bo'lmagani singari jinsiz odam bo'lmaydi. Bitta qorin ikkita odamda bo'lmaydi. Har bir qorin jin har bir nafsda, har bir odamda bu erkak, ayol, yosh, katta hammasida bo'ladi. Odam o'lishi mumkin, lekin ichidagi qorin jin o'lmaydi. Masalan, bir ruqya qilinayotganda Allohning izni bilan odamning ichidagi jin kuyishi mumkin. Atayin kirgizilgan jin, lekin qorin jin kuymaydi. Kuymaydi bu. Bu qorin jinlarda yer yuzida qancha odam o'tgan bo'lsa, Odam alayhisalomdan beri, masalan, qiyomatgacha qancha odam keladigan bo'lsa, hammasini jini kofir bo'ladi, musulmon yoki kofir bo'lsin, qaysi millat bo'lmasin, hammasini jini kofir, bitta Rasulullohning jinigina musulmon bo'lgan. Murdaga o'tgan payg'ambarlarning jinichi? Ularda murdaga o'tgan payg'ambarlar jini to'g'ri endi bu ma'lumot yo'q. Bunda biz aniq bir fikrimizni ayta olmaymiz, lekin biz o'zimiz o'qigan aniq dalilimiz Rasulullohni faqatgina Rasulullohning jini musulmon bo'lgan. Boshqa rivoyatda yaxshilikka buyurib turadi deydi. Keyin bu narsani endi Qur'on Karim keladi, masalan, Iblis alayhi la'na bilan Alloh taolo orada suhbat qurib, shu menga muhlat ber, qiyomatgacha adashtiraman deydi. Alloh taolo menga muxlis bandalarimni adashtira olmaysan deydi. Ixlosli bandalarim. Shuning uchun har bir odamda o'sha jin yaratiladi. Bu jin odam gunohga undaydi. Bu odamni har doim gunohga undab turadigan narsa. Buni alomatlari ko'p. Misol bu qorinning alomatlari. Odamda jinni kuch bo'ladi. Masalan, qila olmayotgan ishini, ko'tara olmayotgan yukini, bora olmayotgan yeriga shunaqa bir jinni kuch keladi, qorinni shunaqa bir peli keladi, qorin jinni. Ashadam qila olmayotgan ishni qilib yuboradi. Bu qorinning kuchi bilan olib ketadi ashbayda, jinni. Yine hech kim yo'q mahalda odam shunaqa peli bo'ladi. Hammada ham emas bunaqa holat. Bunaqa pel bo'ladi, hech kim bilmaydi, hatto ayoli ham bilmaydi-da. Yaqinda shunaqa yo baqiradi, yo kuladi, yo bir qattiq harakat qiladi. Mana qorin jinni harakat bo'ladi. Ashi mahallangiz. Bularning alomatlari ko'p. Bu qorin to'ralik har bir odamda bo'ladi bu narsa. O'shunda bu qorin jindir to'ralganda bo'lib, biz bilan qo'shib to'raladi. To'ralganda har bir odamda shu narsa bo'ladi, yoshligidan. Har bir odamda bo'ladi, o'lguncha. O'layotgan mahalda ular chiqib ketadi odamdan. O'lim daqiqalarida Allohning izni bilan ular chiqadi. Bular o'lmaydi. Ular o'lgandan keyin boshqa jinga kirib ketadi qanday? Yo'q, boshqa odamlar. Bu odamdagi ish tugadi. Undan tugagandan keyin u odamdagi qorinligi, do'stligi tugadi, bo'ldi. Undan yag'i bo'ladigan bo'lsa, masalan, baxshinolikka borishi mumkin. Masalan, bir odamga ziyon berishi mumkin. Keyin bu qorinligi, ya'ni yaqinligi qanchalik deganda, ba'zi olimlarimiz aytadi, bu qorin jin eng uzoqlashgan mahali, eng uzoqlashgan anaqasi bir metrga oladigan bo'lsak deydi, odamdan 800 metrgacha uzoqlashi mumkin bitta odamdan. Eng uzoqlashgan mahali.
undan uzoqqa bormaydi ular deb. Bu Qaysi vaqtlarda uzoqlashadi? Misol bir odam bir moldaga o'qitgani kiradi. Domlaga o'qitgani kirganda, ruqya qildirgani kirganda, agar domlani qattiq bir ixlos bilan, shijoat bilan, taqvo bilan o'qiydigan bo'lsa, ashijin qayda ashga kirmaydi. Qorinjinmi? Qorinjin. Qorinjin o'shunda chiqib ketadi. Qorinjin odamdan bu haligi to'liq bilib yuradi degan narsa emas. Uzoqlashi mumkin. Masalan 500-800 metrgacha odam uzoq yuradi. Eng uzoqlashgan mahal. Bu qachon masalan ashi qorinjin Dam soldirganda deb. Dam soldirganda jinlar qiynaladi. Kofirda u. 100% kofir. Qur'on o'qigan Alloh taolo ularga hasrat nadomat bo'ladi. Qochadi ular. Ashi mahalda masalan kirmashi mumkin. Ichkariga kirmashi mumkin. Kirsa azoblanadi. Boshini og'ritadi. Ayniqsa ham o'qigan odamda masalan bosh og'rig'i bo'ladi. Bu senda jin bor ekanda 100% senda jin bor ekan deganda u qorinjin bo'lishi ham mumkin. U qorinjin chiqmaydi odamdan. Qur'on o'qiganda bir odam masalan ko'ynalishi mumkin. Bu masalan uyqusi kelishi mumkin. Bu senga jin kirib, sen sehrlanib qolsan degan narsa. Qorinjin bo'lishi ham mumkin. Qorinjin bilan sehrni, ko'zni, oshiqni, qalsashgan jinni ajratib olish kerak. Hammasini holatini ajratib olib o'zini sohasida xos shu oyatlarni o'qimasa, u odam shifo kechga boradi. Agar o'zi masalan aniq tashxis yarim shifo deb bo'ladi. Aniq tashxis qo'yib olsa, inshaalloh, u odam Xudo xolasa yo'lda yamidi degan narsada. O'sha qorin jinlerdi, misol har bir odamdan bo'la turgan jinlerdi Alloh taolodan ушул jinni musulmon qil deb so'ransa, duo qilsa bo'ladimi? Bu duo qilgan odam endi biz masalan nima sababdan desa, chunki shu jin meni kamroq vasvasa qilsa, men ko'proq yaxshilikka erishay, Qur'on yodlay, ilm daryohlarga boray degan niyatda u odam duo qiladi. Lekin bu odamdan-da ko'ra yaxshilikka ko'proq haris bo'lgan sahobalar. Sahobalar mashhur duo qilmagan ekan. Sahobalar o'zi. Sahobalar qilmagan shu duo. Qanchalik yaxshilikka haris bo'ladi, lekin shu duo qilmay. Shariat qilinmadi odamdagi qorin jinni yaxshilikni so'rab duo qilishlik. Mumkin emas. Odam mumkin emas. Endi mana shu qorin jinga qarshi turishligi bilan, vasvasalar yengib chiqishligi bilan u odamni Allohning huzurida darajasi oshoradi. Bir olim aytadi, nima sababdan dunyoda yomon ko'rayapti? Bu meni nafsimga kelayotgan vasvasa, meni jonimga kelayotgan yoki shu menga kelayotgan sinovlar sababli men jannatda yoki Allohning oldida men mavqeim baland bo'lsa, men nimaga yomon ko'rayman bu dunyoda deb hali olim odam o'ziga shunday deb manaqa berganda, o'g'itib bergan. Aynan shu qorin jinga qarshi turishligi o'ta katta jang bu. Qattiq jang bo'ladi. 24 soat urush. Ot o'ldirib qo'ya olmaysiz. Baylab qo'ya olmaysiz. Qayerga borsangiz mashitda. Bu men sizga u har bir odam gunohga undaydi. Gunohga undan hali odam gunohligini bilib, masalan jamoat uzilib boryapti. Dars oyoqlar uzilib olyapti. Qur'on o'qisa uyqusi kelyapti. Demak, meni vasvasa qilyapti. Bu jangda ekan bu deb turib, hali odam shunga qarshi zikrlar ko'paytirib, har bir amalni bismillah bilan og'zini ko'paytirib yuradigan bo'lsa, inshaalloh buni vasvasasi ozayadi. Inshaalloh. Vasvasa qila olmaydi qarab. Qilolmaydi bo'ladi. Mashallah. Eng oxirgi sura bilan jin tutaylik, keyingi roliklarda dagı genen o'tirib dagı сүйлөшөбүз. Бул жакта да генен өтө көп суроолор бар. YouTube'дан келген окуган адамдар дагы, уккан адамдар да өзүнө өтө көп пайдаларды алат. Дагы бир сура менен ушул ролигибизди жыйынтыктап турабыз. Кийинки роликтерде дагы мусулман бир туугандар мындан да кызыктуу бир окуялар болот. Жиндер тууралуу болгон сахабалардын ортосунда окуялар, адамдардын ортосунда болгон окуялар. Силер берген суроолордун дагы жыйынтыктары ушул жерден чыгат буюрса. Алымдардан укканбызда ушул алыс жолдо калып калса, бир жардамга муктаж болуп калган учур болуп калса, ошол учурда эй мусулман жиндер бизге жардам берип койгула, жоксо мага жардам бергиле десе, жардам берет деген эмелерде айтылган сабактарда болгон эле да. Ошоного кандай дейсиз? Bu borada asli haqiqat bo'lardi. Ulardan masalan musulmon jinlarni aytishligi, payg'ambarimiz musulmon birodar dedi. Yer yuzida ikkita millat bor, biri kofir, biri musulmon dedi. Bu musulmon bo'lgandan keyin rangi ro'yi, boshqa narsasi farqlanmaydi, faqat taqvosi bilan Allohning huzurida daraja topadi. Yuraklari birdek musulmon. Albatta, qalbdosh, hammasining yuragi bir bo'ladi.
Bu borada haqiqatdan shu narsalar sobit bo'lgan, hattoki ba'zi holatlarda aytiladi. Bir o'lkadan bir o'lkaga agar bir odam o'tadigan bo'lsa deydi, shu taqvosiga qarab, iymoniga qarab, shu anaqa holatlarda shu chegaradan chegaragacha bo'lgan musulmon jinlar bu yoqdagi shu tashqaridan hujum qiladigan yomon jinlardan Alloh o'zi saqlaydi degan so'zlar ham borda. Mana shu holatda misol musulmon jinlar Alloh shu anaqaga kirib, musulmon odamga kirib, shunga yetgan ta'ziklarni odamga bildirmasdan o'zi oladigan jinlarni ham eshitganmiz. Allohning izniga kiradi. O'sha ta'ziklar o'ziga badaniga kelayotgan orug'larni hali odam bilmaydi. Jin tur beradi shu mahalla, jin tur beradi. Vaholanki jinning yaratilishligi bizga qaraganda zaifroq bo'lishiga qaramasdan Alloh uchun shu ish chiqgan holatlar ham bo'lgan bo'lardi. Yordam berishligi bor. Yordam beradi chunki Значит, анда ошо калып калган, жолдо калып калса, башка болуп калса, же жол таппай калса, ошондой учурда мусулман жиндер, мен жол таппай калдым, же болбосо мен бир нерсе басып калды, же болбосо мен муну көтөрө албай калдым, мага жардам бергил деп кыйкырса, жардам берет экен да. Иншаллах. Только ошол айтып атканда ошо мусулман жиндер деп кыйкырыш керек экен да. Жөн эле жин деп бербесең, же эле башка нерсени айтып бербесең, мусулман жиндер деп, Unda shu sharti shu musulmonligini aytib, lekin bismillah bilan da'vo qilinadigan bo'lsa, chaqiriladigan bo'lsa, haqiqatda shu musulmon jinlar bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh yordam beradi. Keyin bu jinlarning hammasi yordam bera olmaydi. Bu jinlarni turiga qarab, masalan, oddiygina yerdagi qog'ozni ko'tarishga kuch yetmaydigan jinlar ham bo'ladi. Alloh taolo xususiyat bermagan. Xuddiki biz jinlarni ko'rmagani singari, jinlar masalan narsalarni olishga masalan qudrati yo'q. Qudrati yo'q jinlar bor, lekin shuni o'rnidan jildirib, mashinasini quplab qo'yadigan jinlar ham bor. Yahvorgan jinlar ham bo'lgan mashinasini o'qitib chiqquncha. Başka jinlar bo'ladi, faqat bular ifrit deyiladi. Ifrit degan jinlar bor. Ifrit jinlar Allohning izni bilan musulmon bo'lsa, agar shu odamga foyda berishi mumkin. Shunda jinlarning bunday reket deganda bular, ashtaga shu xususiyat masalan eng kuchlilar jin deganda masalan ammor jinlar bor, uy jinlari deyiladi. Bu boshqa masala. Uy jinlar, gapirsa gapga bu borada. Uy jinlar alohida. Saali, sehrgar jinlar bo'ladi. Bu boshqa masala. Keyin masalan ifrit deganlari bor. Shunaqa bir 7-8 xil jinni turlari bor. G'avoh jinlar deyiladi. Bu jinlar hammasini o'zining vazifalari, qiladigan yashash joylari bor. Shunga qarab, bu jinlar ham siz aytganda yordam berishi mumkin. Allohning izniyle. Allah razı olsun damla. Musulmon bir tuğanlar, uqtuңuzдар, қолдан келишинче силер менен маалыматты бөлүшкөнгө аракет кылдык. Кийинки чыгарылыштарда bundan дагы ошо бая айтып өткөнүбүздөй жакшы, bundan дагы кызыктуураак маалыматтар жүктөлөт буюрса. Дамла сиз убактыңызды бөлүп атайын, бир убактыңызды бөлүп келип бергениңизге Алла разы болсун. Кийинкисинде дагы ушундай роликтерди тартканга астыңызга келсек, атайын убакыт бөлүп бере аласызбы? Inshaalloh payg'ambarimiz aytadi hadisda ma'nosida birodaringizga qo'lingizdan kelsa yordam bering deganda. Alloh azza va jalla mana shu bizni mana bu gaplarimiz sababli shoyat bir odam o'ziga chechim topib qolsa, bir odam shoyat mas sababli bir yaxshi bo'lib, bir haqqimizga duo qilib qo'ysa, inshaalloh bu yaxshi ish kimda kim islomda bir yo'l qoldirsa, agar yaxshi yo'l bo'lsa, uni ajriga bo'ladi deydi. Inshaalloh Alloh uchun shu bilgan narsamizni birodarlarga ulashamiz, Xudo xolasa. Урматтуу YouTube көрүүчүлөрү, эгер сиздердин мындай сиздерди жүрөгүңөрдү ооруткан бир суроолор болсо, ошо видеонун түгүнө комментарий калтырсаңар, биз сөзсүз окуйбуз. Дамлага сиздердин сурооңорду, орчундуу болгон суроолордун баардыгын топтоп туруп Дамлага беребиз буюрса. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.